Televizorda kino ko'rsatdi. Qora plyaj kiyganlar bir bechorani ikki qo'ltig'idan olib, ko'cha boshida turgan qop-qora mashina tomonga sudrab ketyapti. Eshik oldida uning ayoli emizikli bolasini bag'riga bosib, unsiz yig'layapti. 5-6 yoshlardagi bolakay "Dada" degancha otasining ortidan chopib boryapti. Ko'chaning u yuzida odamlar turibdi. Birining ko'zida qo'rquv, birinikida o'kinch, yana biri loqayd qarab turibdi. Birov esa labini istehzoli burib, xudbinlarcha jilmaydi. Xalq dushmanini tegishli joyga chaqqan siyosiy hushyor kimsa. Oradan ancha o'tib televizorda yana bir kino ko'rib qoldim. To'g'rirog'i kino emas, hayvonot olami ko'rsatuvi edi. Yo'lbars daraxtning pastki shoxida banan yeb o'tirgan maymun bolasiga tashlanib qoldi. Maymuncha jon achchig'ida chiyilladi. Shunda g'alati holat ro'y berdi. Pasti baland daraxtlardan o'nlab maymunlar shiddat bilan tushib yo'lbarsga tashlanishdi. Qudratli yo'lbars ularning bir ikkitasini mazaqlab tashladi. Ammo maymunlar bor ovozda shovqin ko'tarib yo'lbars tomonga yopirindi. Biri tishladi, biri yumtaladi. Baquvvatroq bir maymun esa yo'g'on xarini olib yo'lbarsning boshiga junonan tushirdiki, yo'lbars dumini qisgancha qochib qoldi. Yana keyinchalik ikkala kinoni ham ko'rganimni esladim va hayvonlarga havasim keldi.